Hurmatli Yasin do'konimiz obunachilari hamda xaridorlari, bugun sizlar bilan unitazni yanında turadigan chalaklarimiz haqida gaplashib o'tamiz. Bu chalaklarimizni nejoyka materialdan bo'lgan plastmassalar hamda shuning setkali variantlarini topishlaringiz mumkin bo'ladi. Nejoyka materialdan bo'lgan chalaklarimizni svetlarga keladigan bo'lsak, nikel, oltin hamda qora svetlarni topishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu chalaklarimizni ikki xil shaklda, to'rtburchak hamda dumaloq variantlarini topishlaringiz mumkin bo'ladi. Plastmas chalaklarimiz ham shuni ikki xil ko'rinishda topishlaringiz mumkin bo'ladi. Kichkina, kattasi hamda shuning katta variantlarini ham shuning chiroyli ko'rinishlarni topishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu chalaklarimizni unitazni yonidan qo'yadigan bo'lsangizlar, setkali variantlarimizni ofislaringizda ishlatilgan qog'ozlarni tashlashda foydalansangizlar bo'ladi. Bu setkali variantlarimizni qora hamda oltin svetlarini topishlaringiz mumkin bo'ladi. Oltin svetlarimiz ham ikki xil shaklda, to'rtburchak hamda dumaloq variantlarini topishlaringiz mumkin bo'ladi. Chalaklarimizni narxlari va boningizga qo'yilish uchun kerak bo'ladigan aksessuarlar haqida to'g'riroq ma'lumotga ega bo'lish uchun pastdagi nomerlar bilan bog'laning, videoga bir like bosing, yaqinlara ulashib qo'ying. Shunday sifatli zo'r mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Yasin santexnika magazinimizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Yasin sifat va qulaylik manzili.